Qorli tog'lar bag'rida joylashgan Boysun tumani o'zining zilol suvlari, go'zal tabiati va milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizni bugungacha asrab kelayotgan tumanlardan biri hisoblanadi. Ayni paytda biz ijodiy guruhimiz bilan mazkur tumanga tashrif buyurdik. Hech kimga sir emaski, aynan mana shu tumanda bir necha kunlardan so'ng Boysun bahori xalqaro etnografik festivali bo'lib o'tadi va ayni paytda tayyorgarlik ishlari qizg'in ketmoqda. Shu o'rinda aynan mana shu festivalda bosh rejissyorimiz bor. Assalomu alaykum, Turg'un Po'lat aka, yaxshimisiz? Regis aka, yaxshimisiz? Bobo, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Turg'un Po'lat aka, havo qanday Boysunda? Tog' bag'rida joylashgan, albatta, to'g'rimi? Albatta, havosi juda yaxshi. Ayniqsa bizda shahardan kelganlarga havo juda yoqadi. Eslatib o'tamiz, aynan mana shu festival har 2 yilda bir marotaba bo'ladi. Turg'un Po'lat aka, oldinlari siz festivalda asosiy konsert dasturida rejissyorlik qilardingiz. Bu yil viloyat hokimining topshirig'iga asosan siz etno shaharchaga ham mas'ulsiz. Albatta, juda to'g'ri ta'kidladingiz. Mana Boysun bahori har 2 yilda bir marotaba o'tkaziladigan bo'ldi. Bilasiz, oldin Boysun bahorini o'tkazish uchun joy tanlash o'sha Badang qishlog'ida o'tardi. U yerda juda katta muammolarimiz ham bor edi, qiyinchiliklar tug'dirardi. Mana takliflar asosida mana shu yerda shu majmuani tashkil etish bo'yicha 2024-yilda ko'p takliflar bo'ldi. Aynan viloyat hokimimizning tashabbusi bilan mana shu majmua bunyod etildi. Endi qisqa vaqtda bunyod etilib xalqaro festival o'tkazildi, lekin kelajakdagi rejalar mana shu hududni saqlab qolish hamda shu yerda etno shaharchani tashkil etish. Festival ilk bor 2002-yilda o'tkazilgan bo'lib, keyinchalik ma'lum muddat to'xtatilgan. 2016-yildan boshlab yana qayta tiklandi va bugungi kunda har 2 yilda bir marotaba muntazam o'tkazilmoqda. Aynan mana shu yerda Boysun tumanining hokimi ham turibdilar. Assalomu alaykum, Boxabar aka. Hozir ko'ryapmiz, kecha yig'ilishda ham bildik, Boysun tumani ishlarini jadallikda olib boryapti. Siz Boysun hokimi sifatida aynan Boysun bahori o'zi qanaqa festival? Bu yil qanaqa tayyorgarlik bo'lyapti? Nima yangiliklar bor, nima o'zgarishlar bor? Shular haqida qisqacha gapirsangiz. Rahmat, avvalambor folklor festivali oldingidan farqli tomoni bu yil endi umuman boshqacha ko'rinishda. Mana birinchi o'rinda qo'rg'onlarimizda katta o'zgarishlar qilyapmiz. Boysunda havo shari ham juda ko'p uchiriladi, adashmasam o'sha kun sayr ham bo'ladi, to'g'rimi? Ha, xuddi shunday rejamiz bor. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, mana sharlarimizni oldinga nisbatan ham ko'proq ishirishni rejalashtirib turibmiz. Kurash qanday bo'ladi? Kurashga sovrinlar sir, to'g'rimi? Ha, hozircha sir. Buni ham oldindan lekin e'lon qilamiz, xudo xolasa. Mana kurash maydonini ham qaytadan tiklayapmiz. Kurashchilarimiz ham shunga qarab tayyorgarlik ko'raversa bo'ladi. Go'zal tabiat bag'ridagi muhtasham amfiteatr binosi va 5 yulduzli mehmonxona. Qolaversa, men turgan joy esa kurash bo'ladigan hudud. Aynan mana shu yerda 2000 dan ziyodroq aholi vakillari mana bu yerda bo'ladigan polvonlarning kurashini tomosha qilishi mumkin. Boshqa joylarga olib borib Boysun bahorini o'tkazar edik. Bizning xalqimiz qiynalar edi. Yo'lga, mashinga, loyga. Mana Prezidentimizga million rahmat. Mana viloyat hokimimiz Ulug'bekjonga million rahmatki, mana shu yerda o'zi bosh bo'lib, o'zi qosh bo'lib kelib, mana shu hamma tumanlarni yig'ib, hamma ishni boshlatgan. Tadbir davomida respublikaning turli hududlaridan kelgan folklor jamoalari milliy kuy-qo'shiqlar, an'anaviy marosimlar va sahna ko'rinishlari bilan ishtirok etadi. Shuningdek, festival dasturlaridan milliy kurash, uloq ko'pkari, etnosport musobaqalari hamda xalq o'yinlari o'rin olgan. Mazkur festival doirasida viloyat hokimining topshirig'iga asosan alohida shtab tashkillashtirilgan va ushbu shtab vakili Begzodbek aka bilan ham suhbatlashamiz. Begzod aka, assalomu alaykum. Bu yerda tashkiliy masalalar qanaqa bo'lyapti? Bu yerda Boysun bahori xalqaro festival shtabi tashkil etilgan. Bu shtabda viloyat tashkilotlaridan mas'ullar biriktirilgan. Kunlik qilinadigan ishlarni tahlillab olib boriladi. Bu yil festival doirasida har xil tadbirlar rejalashtirganmiz. Misol uchun sport o'yinlari, etno sport o'yinlari,
Alpiniyada, shuningdek Tandir Fest ham bor. Tandir Fest bor. Tandir Fest biz bu yil boshqacha qilmoqchimiz. Rekord tandir, 30 ga yaqin tandirni bitta tandirda, katta tandirda qilib chiqarish rejalashtirganmiz. Undan tashqari havo sharlari festivali, O'zbekiston milliy uyimiz festivali, u har bir davlatda o'zini qadriyatlari bilan, chiqishlari bilan qatnashadi bu tadbirda. Mana bu hozir bu yoqda turgan Oltinsoy tumani adashmasam, to'g'rimi? Unisi o'zi. Shunaqami? Shunday. Universitetlarga qayerdan hudud berildi? Universitetlarda shu mehmonxona orqasidan 5 ta universitet oliy ta'lim muassasalari o'zlarining shu O'zbekiston milliy uyimiz festivalini o'tkazishadi. Ular har bir davlatning yaqin o'zimiz qo'shni davlatlarda, shuningdek Rossiya, Ozarbayjon davlatlarining milliy qadriyatlarini chiqarib berib, bu festivalga 50 ga yaqin davlat folklor jamoalari qatnashyapti. Bundan tashqari ommaviy axborot vositalari, elchixonalardan taklif qilganmiz. Katta tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Azizlar, haqiqatan ham Boysun bahoriga kelmasangiz bo'lmaydi. Boisi bu yerda nafaqat o'zimizning milliy taomlarimizni iste'mol qilishingiz, milliy qadriyatlarimizdan xabardor bo'lishingiz mumkin, balki qo'shni mamlakatlarning ham milliy taomlari, milliy qadriyatlari, urf-odatlarini ko'rib ketishingiz ham mumkin. Adashmasam, bu yerda o'sha tayyorlanadigan taomlar ham tashrif buyuruvchilarga bepul hisoblansa kerak. Bepul milliy taomlar, tandir festdan tashqari milliy taomlar ko'rgazmasi ham bo'lyapti. Bepul tarqatiladi mehmonlarga va tadbir ishtirokchilariga. Barchani ushbu xalqaro folklor festivaliga chorlab qolamiz. Eslatib o'tamiz, ushbu festival 1-maydan 7-may sanasiga qadar bo'lib o'tadi. Biz hali yana bu mavzuga qaytamiz va sizni jarayonlar haqida tanishtirib boramiz. Siz bilan Bekzod Qodirov bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang.